qadrdonlar Drujba Narodovga kelganmiz. 9 qavatli domni 9-qavatda turibmiz. Bu yoq tarafimizda mana U-Tower ko'ryapsizlar, orqa tomoni. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana oldi tomondan ham kirsa bo'ladigan joyimiz bor. 9-qavatda bizda Shayxontohur tumanida 61 kvadrat metr maydonga ega 2 xonali xonadonimiz sotilyapti. Mana kirish qismida turibmiz. Ko'ryapsizlar, kirganimizda bizda bitta umumiy xona qilib ajratilgan. Bu pastga o'tiriladigan joy qilib qo'yilgan. Bu yoqni bilsanglar, o'zi Drujba Narodovda domlari mana shunaqa alohida podyezddan chiqqaningizda balkon qismidan kirib kelinadigan qilib qoldirilgan. Bu o'sha paytda shunaqa narsalar mo'ljal qilib ketilgan. Kirdi 61 kvadrat, lekin bu yerda doполнительный kadastr bo'yicha 61 zapas joylari bor deyaptilar. Sababi bilasizlar, o'sha paytda balkon qismlari ajratilgan, 1,5 ga 5 lik joy bo'lgan. O'sha yerda hammasini xonalarga qo'shib turib, yana ozgina perdelniy ishlari qilingan. Plus sanuzellarimizda ham xuddi shunaqa holatlar takrorlangan. Kirdi, mana kirganimizda bizda bu yoqda o'ng tomon o'zi aslida bu yoq oshxona bo'lgan, lekin bu oshxona qismini okamgina ichkariga o'tkazib turib, alohida katta mana shunaqa o'tiradigan joy yaratishgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda bu yoqda mana umumiy o'tiradigan joy. Bu yoqda bizda razdельный sanuzellarimiz ajratilgan. Razdельный sanuzellarimiz ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Remontlari chiroyli holatda turibdi. Mana kirganimizda bu yoqda kir mashinaga joy qoldirilgan, plus bitta vannaxona. Bemalol buni yana kerakli odam bundan ham chiroyli qilib, dushovoy kabinali qilib ham sharoit qilsa bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa mana bizani sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Hop, bizada ro'paramizda yotoqxona, bu yoqda mehmonxona, bu yoqda bo'lsa mana kichik bo'lsa ham bitta oshxonaga joy tashlab ketgan ekanlar. Hop, bu joylarni men umumiy biladigan holatim ko'pchilik olib, kvartirani qo'yib qo'yish uchun foydalanadi. Bizning o'zimiz ham ko'p holat bo'lgan, tanishlarimiz bu yoqdan joy olib, rosa foydalanishga joyligi bo'lgan. Yotoqxonani ham ko'ryapsizlar, bu yoqda mana shoflarni qo'yilgan holatida bemalol sharoitlari bilan keng joy qoldirilgan ekan. Yana bitta yaxshi tomoni, hop, lokatsiya juda muhim, har doimgidek eng muhim narsa. Mana past ko'ryapsizlar, detskiy plashatkalari bilan qaranglar, qanaqa chiroyli holatda yakunlab qo'yishga. Hamyoni bilasizlar, Shayxontohur ZAKS bo'ladi. Bu yoq tarafda Samarqand darvoza, Oqtepaga chiqib ketsanglar bo'ladi. Har tomonlama juda chiroyli lokatsiyada joylashtirilgan ekan. Remontlari ham unaqa urinib ketgan holatda emas. Juda chiroyli, svejiy holatda turibdi. To'g'ri, endi ancha yillar bo'yi bo'lsa ham, lekin hamma narsasi chiroyli holatda qoldirilgan. Hop, bu joyimizga umumiy 78 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilsanglar, yana batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Drujba Narodov 9 qavatli domda 9-qavatda joylashgan. Yana bir marta eslatma qilib o'tamiz. Mana bu yoqda Drujba, mana bu Soybo'yi, Karvinkaga ketadigan nuqtamiz. Mana bu yoq tarafimizda Toshkent City, bu bo'lsa kattagina mana U-Tower'ni shundoqini orqa tomoniga 9 qavatli dom. Lokatsiyasi eng muhimi, nomerlarning ideal joylaridan biri hisoblanadi.